Hayo xonim juda kirishimli qiz. Avvalgi mahallamizda xonimning dugonalari rosa ko'p edi. O'sha do'stlikning bari ma'no maqsadsiz, sohiblari kabi behuda edi, dedi hojasi tamakini trubkaga qo'yarkan. Halima indamasdan boshini quyi soldi. Hojasi cho'ntagini titkilab, qizim onasini jajji paytida erta yo'qotdi. Shuning uchun hali hayot saboqlarini bilmaydi, dedi. Cho'ntagidan trubkasini yoqishga yaraydigan buyum qidirayotganini ko'rgan eshik oldidagi soqchilardan biri tezda xo'jayinning yoniga yetib keldi. So'ng tillarang yondirgichni cho'ntagidan olib yoqmoqchi bo'ldi. Lekin undan bir necha uchqundan boshqa hech narsa chiqmadi. Xo'jayin cho'ntagidan gugurt qutisini oldi va uni chaqdi. Ba'zi narsalar eski bo'lsa ham seni uyaltirmaydi, dedi tabassum bilan. Soqchi biroz asabiylashgan holda yondirgichni cho'ntagiga qaytarib soldi. Shunday xo'jayin, eski narsalar o'zgacha bo'ladi. Gugurt yondirgichdan ko'ra eskiroq deb kim aytdi senga? Dedi xo'jayin soqchining yuziga tamak tutunni puflab. Soqchi xavotirlanib so'radi. Nimani nazarda tutyapsiz xo'jayin? Xo'jayin oyog'ini chalishtirib, qo'riqchiga joyingga qayt degandek imo qildi. Halima egik bosh bilan Hojam, Hayo xonimning oldilariga bormoqchi edim. Menga biron buyrug'ingiz bormi? Dedi. Xo'jayin ro'parasidagi boqqa qaragan katta derazaga tikilgan holda yo'q, lekin senga bergan buyrug'imni unutma. Ertaga ikkingiz birgalikda kulchalarni mahalla ahliga tarqatib chiqasizlar. Hayo ularni o'z qo'llari bilan topshirishi kerak, dedi. Buyrug'ingiz bosh ustiga. Unga ayt, agar kimnidir kamsitganini yoki menga isnod keltiradigan biror bir ish qilganini eshitsam, keskin jazolayman. Halima ortiga ehtiyotkorlik bilan bir necha qadam tashlab, xavotir olmang hojam, Xudo xohlasa ta'bingizni xira qiladigan biror ish sodir bo'lmaydi, dedi. Yuqori qavatga olib chiqadigan zinaga o'girilgan holda. Halima zinadan chiqib ketdi. Xo'jayin ishora bilan eshik yonida turgan soqchilarni oldiga chaqirdi. Soqchilar yetib kelganida ularga ertaga qizim yana tashqariga chiqadi. Sizlar ham ortidan chiqib, uzoqdan kuzatasizlar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Sizlarni ko'rib qolmasligi kerak. Qizim ko'chada o'zini har doimgidek soqchilar hamrohligida emas, balki yolg'iz yurayotganday his qilishini istayman, dedi. Soqchilar boshlarini xo'p bo'ladi deb silkitdilar va joylariga qasr eshigi yoniga qaytdilar. Quyosh atrofga zarrin nurlarini sochishni boshladi. Halima Hayoning xonasini taqillatib ichkariga kirdi. Hayo hali ham uxlab yotardi. Halima uning oldiga yaqinlashib, peshonasidan o'pdi va bir so'z demay mehr bilan boshini silab o'tirdi. Hayo ko'zlarini ochdi va uni bolalikdan buyon tarbiyalab kelgan mehribon enagasini ko'rib jilmaydi. Halima tabassum qildi. Xayrli tong malikam, yaxshi dam oldingizmi? Hayo qaddini tiklab, karavotini o'rtasiga chordana qurib o'tirdi va esnagan holda qo'llarini kerishtirgancha javob qaytardi. Ha, yaxshi. Halima Hayoning og'zini kafti bilan yopdi. Qiz bolaga bunaqa qilib esnash yarashmaydi. Hayo o'zini orqaga, momiq yostig'iga tashlab, tantiqlanib dedi. Qiz bola qanaqa esnashi kerak ekan? Qorningiz ochmasmi? Kecha oqshom otangizga dasturxon ustida sherik bo'lmadingiz, dedi yuzidan tabassum arimagan Halima. Hayo xonasining shiftiga tikilgancha, bor yo'qligim otam uchun ahamiyatli deb o'ylamayman, dedi. Halima kiyim javonini ochish asnosida, aksincha, siqilgan yuzidan shundoqqina sezilib turgandi. Hatto arzimagan sabab tufayli oshpazga g'azabini sochdi. Hali ham ko'zini shiftdan uzmagan Hayo javob berdi. Har doimgidek sho'rvaga ko'p tuz solib yuborgandir-da. Javondagi liboslarni ko'zdan kechirayotgan Halima, yo'q, onangizning dasturxondagi o'rnini tayyorlashni unutibdi. Gohida otamni tentakmi deb o'ylab qolaman. Javondan bejirim ko'ylakni olayotgan Halimaning yuzida ajablanish alomatlari barqib, norozi ohangda, "Nega bunday deyapsiz?" deb so'radi. Hayo qaddini rostlab o'tirdi-da, yumshoq yostiqqa suyandi. Onam olamdan o'tganiga ko'p yil bo'ldi. Otam esa haligacha tamaddi payti dasturxonga onam uchun sevimli idish-tovoqlarini qo'ydiradi.
Bu jinnilik bo'lmaydimi? Sevgi, dedi ko'ylakni karavot ustiga qo'yayotgan Halima. Hayo masxaromiz ohangda kuldi. Sevgi? Ha, sevgi. Nega hayron bo'lasiz? Onangizni yaxshi ko'rmaysizmi? Hayo karavotidan tushib, ko'ylagi ilingan ilgichni oldi va uni ko'tarib, onamning qanday yaxshi ko'rayin, hatto eslolmayman-ku, dedi. Halima mag'zun ohangda, lekin u sizni yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganda ham juda qattiq yaxshi ko'rardi, dedi. Hayo ko'ylakni Halimaga uzatdi. Bu ko'ylak yalangi yo'q mahalladoshlarimizga kulcha tarqatish uchun to'g'ri kelmaydi. Bu yumush uchun judayam bashanglik qiladi. Halima ko'ylakni olgancha xavotirlanib, iltimos qilaman xonim, bunaqangi so'zlarni ishlatmang. Xo'jayin eshitib qolsalar, oqibati yaxshilik bilan tugamaydi, dedi. Hayo betoqat xo'rsindi. Xo'p, yaxshi Halima, faqat sen uchun shunday qilaman. Bo'lmasa otam g'azabini senga to'kib sochishini yaxshi bilaman. Halima tabassum qilib javondan boshqa ko'ylakni oldi. So'ngra uni Hayoga uzatdi. Bunisiga nima deysiz? O'zing nima deb o'ylaysan? Bu ko'ylaklar kulcha tarqatish uchun emas, balki tantanavor yig'inlar uchun mos. Halima boshini egib, uzr so'rayman xonim, men sizni go'zal bo'ling degandim. Hayo ulkan ko'zguning tagidagi tortmalarni birini ochdi. Cho'milib chiqqunimga qadar mana shu ko'ylaklardan birini tanlab tur. Lekin siz bu ko'ylaklar eskirib qolganini va unda ular sizga yoqmayotganini, shuning uchun ularni tashlab yuborishim kerakligini aytgan edingiz. Hayo xonasidan chiqa turib, lekin mahalla ahli uchun bular eng so'nggi qiyqiriq urfdagi kiyimlarda. Kichik xonim qimmatbaho hashamatli marmardan ishlangan shaxsiy yuvinish xonasida cho'milib bo'lgach, Halima tanlagan ko'ylaklarni kiyib, pastki qavatga tushdi. Mehribon enagasi ham uning ortidan ergashdi. Hayo qarasa, otasi eshik oldida turgan ekan. Uning yonida ustiga sariq mato yopilgan savat turardi. Otasi ularni ko'rgach, olib ketishingiz uchun oshpazga yangi kulchalar pishirtirdim, dedi. Halimaning kulchalar lazzatliroq edi, dedi Hayo to'ng'illab. Otasi tabassum qildi. Kulchalarni xushmuomalalik bilan tarqatishni esingizdan chiqmasin. Hayo otasining gapini eshitmaganlikka oldi. Ketdik Halima, tezroq shu ishdan qutula qolaylik. Halima savatni olish uchun o'sha tomonga yurdi, lekin hojasi uni to'xtatib qoldi. Savatni Hayoning o'zi ko'taradi. Hayo qovog'ini uyib savatga yaqinlashdi. So'ngra tutqichidan ushlab ko'tardi. Tabassum qilib turgan otasining qarshisida turib, "Ketdik Halima, tezroq chiqa qolaylik", deb zarda qildi. Halima qasr eshigiga yugurib bordi va kichik xonim chiqishi uchun eshikni ochdi. Hayo qo'lida savat bilan tashqariga chiqdi. Otasi esa ularni jilmagancha kuzatib turardi. Hayo tosh favvoralar, turli o'simliklar va anvoyi gullar bilan to'lib toshgan bog' bo'ylab qasrning tashqi darvozasi tomon yura boshladi. U darvoza sari yurib borarkan, yonida ketayotgan Halimaga "Shunday chiroyli bog'imiz borligiga sira e'tibor bermagan ekanman", dedi. "Avvalgi uyimizning bog'i shunday chiroyli edi. Oldingi bog'imizga e'tibor bermagan ekanman. Uyga qop-qora oynali mashinada kirib chiqqanimni bilardim xolos", dedi bog'ni tomosha qilayotgan Hayo. "Go'zallik bizning atrofimizda, har makonda mavjud. Uni ko'rish-ko'rmaslik o'zimizga havola", dedi Halima tabassum qilib. Hayo harsillagancha savatning tutqichini yanada mahkamroq ushlab, uni biroz teparoq ko'tardi. Halima xavotirlandi. "Toliqdingizmi xonim? Darvozadan chiqib xo'jayinning nazaridan uzoqlashib olaylik, savatni o'zim ko'taraman." "Yo'q Halima, men o'sha telbaning g'azabiga giriftor qilmayman." "Hayo xonim, otangiz haqida bunday gapirmang." To'g'riga qarab ketayotgan Hayo jilmayib, "Senga qilgan qo'pol muomalasiga qaramay, otamni doim himoya qilishingga hayron qolaman-da", dedi. "Otangiz menga ko'p yaxshilik qilgan, ularni unutib bo'larmidi? Otam senga ko'zingni qorasi uchun emas, qilgan ishlaringni yuzasidan yaxshilik qilgan bo'lsa kerak har holda." Halima Hayoning gapiga kuldi. Xo'jayin farzandlarim tug'ilganidan boshlab to ta'lim olishini yakuniga yetkazguniga qadar
yashash va o'qish pullarini o'z zimmasiga olgan. Maoshim bu xarajatlarni qoplashga yetadi deb o'ylamayman. Hayo qo'lidagi savatni dast ko'tarib, chetidan yana mahkamroq ushladi. Shunday bo'lsa ham, sen otamdan qarzdor emassan. Farzand ne'mati bilan rizqlanganingizda kimdir qilishi mumkin bo'lgan eng katta yaxshilik dilbandlaringizga xotirjamlik hissini tuydirish ekanini anglab yetasiz. Hayo yurishdan to'xtab Halimaga o'girildi. Menga g'amxo'rlik qilish orqali otam uchun ayni shuni ta'minlamayapsanmi axir? Halima Hayoning peshonasiga nazar tashladi. Birinchi marotaba sizda ter donalarini ko'rishim. Hayo savatni yerga qo'yib, qo'li bilan peshonasini artdi va qo'lidagi namlikka qaradi. Ajoyib, ana endi mahalla ahliga o'xshadim, dedi hasrat bilan. Halima kuldi. Qizim, biroz terlashning aybi yo'q, xususan bu yaxshi ko'rgan ishingizni bajarganda ro'y bersa. Hayo savatni ko'tarib, darvoza tomon yurishni davom ettirarkan, kim aytdi meni bu ishni yaxshi ko'rib qilyapti deb? Otam g'azabini sochishga bahona qoldirmaslik uchun qilyapman, dedi. Halima jilmaygancha sukut saqlab, kichik xonimning ortidan ergashdi. Ikkovlon darvozaga yetib borganlarida soqchilardan biri Hayoni savat ko'targan holda kelayotganini ko'rib, uning oldiga shoshilib bordi. Uning ortidan uning ikki sherigi ham ergashardi. Kichik xonimning oldiga kelgan soqchi keskin ohangda Halimaga: "Nima uchun kichik xonimga yordam bermayapsan, Halima? Nega bunday og'ir savatni xonimning yolg'iz o'zi ko'tarishiga yo'l qo'yding? Xo'jayin bundan xabar topsalar nima bo'ladi?" dedi. Soqchi kichik xonimdan savatni olmoqchi bo'lib qo'lini cho'zdi. Hayo savatni undan nari tutdi. "Xo'jayiningning buyrug'i shunday. Halimani malomat qilma." Soqchi taajjublandi. "Lekin xonim..." Hayo g'azab bilan baqirdi. "Gapni ko'paytirma, darvozani och." Soqchi sarosima bilan darvoza tomon shoshildi va "Buyrug'ingiz bosh ustiga, buyrug'ingiz bosh ustiga" deb darvozani ochdi. Qasr darvozasi ochilgandan keyin Hayo tabassum bilan Halimaga qaradi. "Ketdik, Halima." Ikkovlon birgalikda soqchilarni tark etib darvozadan chiqishdi. So'ngra kechagi uyga eshigi ularning yuziga qarsillatib yopilgan xonadonga yo'l olishdi. U yerga yetib borganlarida Hayo savatni eshik ostonasiga qo'ydi va peshonasidagi terni artdi, taqillatish uchun qo'lini cho'zdi. Lekin Halima uni to'xtatdi. "Bu xonadonga keyinroq kelsak bo'lar, xonim?" Hayo hayron bo'lib so'radi. "Nega?" "Balki boshqa uydan boshlaganimiz ma'quldir. Bu xonadon egasi qo'rs odamga o'xshaydi." "Xavotirlanma", dedi Hayo tabassum bilan eshikni taqillatib. Eshikni qo'lida dastro'mol tutgan bir ayol ochdi.